Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugun telefonning qonunliqmi yoki qonunsizmi, buni qanday bilamiz? Buni o'rgatib qo'yish maqsadida sizlarga bu videoni tayyorlagan bo'ldik. Avval telefonimizningki IM numarasini bilishimiz kerak. O numar nereden chiqdi degan chog'da telefonninki tangshak qismidan eng ostda qarasanlar, mana telefon haqqında deb bir narsa bor. Bu yerga kirgandan keyin deganda qarasak, mana yerda IMEI deb bir numar turdi. Mush numarning o'zini degan chog'da avval mush numarning o'zini ko'chirib olamiz. Chunki biz mush numarga qanday qilamiz degan chog'da tekshiramiz. Bu numarning o'zini kopiya olib olamiz. Anan ikkinchi degan chog'da Google'a chiqamiz. Google'a chiqib degan chog'da IMEI deb yozgandan keyin so'rg'ulama deb yozamiz. So'rg'ulama deganda bosgandan keyin bu torbat ochiladi. Yine Turkiyaninki maxsus shu telefonniki qonunliqmi, qonunsizmi tekshirilgan rasmiy biti shu. Biz bu bekatdan degan chog'da mana bu yerga IMEI numarining o'zini degan chog'da bu yerga chopladik, mana. Choplagandan keyin deganda so'rg'ula deganda bosgandan keyin bunu bosgandan keyin bu numardagi telefonning ahvolini bizga ko'rsatib beradi. Ya'ni bu numar ya'ni qaytli deydi. Ya'ni nima deymiz? Qonunliq yo'ldan ochilgan telefon, ya'ni ochiq telefon demakchi. Onun ikinci deganda aslida kaynak deydi. İthalat yoluyla kaydedilen ayım. Ya'ni sirtdan ya'ni import qilib akirgan telefon degan gap. Onun astida deganda sorgu tarixi, onun ikinci degan chog'da astida qarasanglar, mana Samsung deb markasini yozibdi. Onun ikinci deganda Note 8 deb yozibdi. Demak, sizlar bir telefon olgan chog'da bu telefonninki uchuqmi yoki taqoqmi? Hem onundan başqa o'zininki şu IM numarasıga başqa, mesela qulağında bir tal Samsung tursa, astida olmaning chiqib qolsa mesela. Yoki bo'lmasa qulağında bir tal nima deymiz? Qulağında bir tal başqa markadagi telefon tursa, onun miyadagi markasi boshqa xil ko'rinsa, demak bu telefonda masala bor degan gap. Qanday masala bor? Chunki boshqasining IM numarini bu telefonga yozgan degandek bir narsa o'ttirib chiqdi. Shunga telefon olgan chog'da yoki bo'lmasa o'zimizning telefonni tekshirgan chog'da bu xil shaklda tekshirib telefonimizningki qonunliq yo'lda ochilgan telefonmi, qonunsiz telefonmi degandek narsalarni bilib olishimizga foydasi bo'ladi. Bu video orqali qarindoshlarimizga azdir ko'pdir foydamiz tekkan bo'lsa, bundan mamnun bo'lamiz. Hammanglarga Alloh rahmat, kelarki videoda ko'rishlik.